Kelinglar bugun g'ovay chiqadigan idealniy cheburek qilishni o'rgataman. Tayyorlash juda ham oson. Idishga issiq suv, tuz, yog', un solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qilamiz. Xamirni tintirish uchun yarim soatga xolodilnikka qo'yamiz. Ungacha nachinka tayyorlab olamiz. Nachinkasi sochni chiqishi uchun pomidorni qirg'ichdan chiqaramiz. Piyozni ham choperda maydalab, tuz va zira solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tingan xamirimizni yong'oqdan katta rozvolalarga bo'lib, yoyib, nachinkani solib, yarmini yopib, videoda ko'rsatilgandek shakl berib olamiz. Kelinglar sizlarga ozgina foydali informatsiya berib o'taman. Oxirgi payt juda ham ko'p ishlatayotgan texnikalarim bo'yicha savollar kelyapti. Ayniqsa Midea pishirish paneli bo'yicha. Ko'rib turganinglardek Midea paneli nafaqat oshxonangizga ko'rik beradi, ishlatish ham juda ham qulay va sifatli. Oshxonamga Midea texnikalarini olganimdan juda ham mamnunman va sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu orada chebureklarimiz pishdi. Texnika bo'yicha tavsiyam yoqdi degan umiddaman.